o'ldirmoqchi emas edim. Agar men o'ldirmaganimda, u meni o'ldirgan bo'lardi. O'zimni himoya qildim xolos. Voy, menga qarasan, menga Yo'q, unaqa demang. ko'rsatsa. Nimaga siz menga tuhmat qilasiz? Ishoning, tuhmat qilmang menga. Ishonmayman men senga. Hali shunaqami? Siz menga ishonmaysizmi? Mana sizga. Qashqadaryoda ayol erini shu tarzda pichoqlab o'ldirganligi haqida xabarlar tarqaldi. Ma'lum qilinishicha, xorijda 8 yil davomida ishlagan erkak uyiga qaytgan. Ziyofat uyushtirgan Bazmi Jamshidning avjida birinchi navbatda qizini, so'ngra ayolini xiyonatda ayblagan. Ayol qizi va o'zining sha'nini himoya qilish maqsadida eri bilan yarim tunda yana janjallashgan. Oqibatda esa oshxona pichog'i bilan erining bo'yin qismiga 2 marta tan jarohati yetkazib, qasddan o'ldirgan deyiladi xabarlarda. Ayolga sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, jinoyat ishlari bo'yicha Kasbi tuman sudining hukmi bilan unga nisbatan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tattirish belgilandi. Oila muqaddas dargoh. Jahl otiga minib, uni vayron qilmak, zero farzandlaringiz jabrini tortib qolmasin.